Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa azizlar, hafta kuniga chorshanba 29-iyul Qo'qon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Nexia 3 lardan syomka qilganmiz. Mexanika avtomat yili yangi, eski, oq, qora har xil ranglardan bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar ushbu kanalimizga ham albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa avtomobil kerak bo'lsa kommentariy bilan nomini yozib qoldiringlar. Xo'p, bugungi video roligimizni 2020 dan boshlayapmiz. Qancha yurdi bu? Probegi 214 ming kilometr bosib o'tgan mexanika korobka. Gazi metan. Motor hadovoy korobkalari yaxshimi? Hadovoy motorga javob beramiz. Xudo xohlasa texnik holatiga javob deyapti boshlig'imiz. Salon holatlarini ko'ringlar mana. Chexol yangi ekan-a? Chexollar yangi. 214 ming yurgan 2020. Yurgani ozi ham bor video davomida azizlar. Puli yengili ham bor, o'zingizlar ko'rasizlar. Albatta shu kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi kanal ochdik. Xudo xohlasa bunga ham videolar qo'yib ketamiz. O'zgarish sabablari bor. 2020 214 ming yurdi. Kraskasi 30% yuzaki deyapsiz. 30%. Oldi orqalari butunmi xudo xohlasa? Yaqinroq qilib necha pul qo'yaylik buni? 58 qo'yadi, beraman. 5800. 5800. Generalni chiqadim? Yenurdimdan chiqaraman. Bo'ldi, nomeringiz? 91 059 059 080 55 80 55 82 raqamiga murojaat qilasizlar. Navbatdagi Nexia 3'imiz ham 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Mexanika? Mexanika. 4-paketli metan gazi bor. Hozir yurdi mashina. Qancha yurdi aka? Ya'ni 136 ming. Balon yangimi? Yangi balon. 136 ming yurgan, balonlari yangi ekan. YouTube'ga Vodiy bozor kanaliga. Metan gazlari bu. 138 ming yurgan 2019. Kraskasi bitta petno dedingizmi? Bitta shu qanot uchida petnochasi bor ekan. Xo'p, narxi necha pul aka? 6800. 6800 bermaganingiz bo'lmadimi aka? 6300 qilishyapti. 6300 dollar qilishyapti. Generalni chiqadimi chiqadi? Chiqadi aka, istagandaki. O'zi qatori mashina bo'lsa barterga olib qolaman debsiz. Olib qolaman o'zi. Puli yetmay qolsa 1-2 oygacha kelsa ham bo'ladi o'zi bilan. Nomeringiz? 91 688 688 688 76 76 67. 67 raqamiga murojaat qilasizlar. Yili baland Nexia 3 so'raganlar uchun 2022-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Nexia 3'imiz 40 ming kilometr bosib o'tibdi. Gaz qo'yilmadi bunga. Kraska tozami? Petnochasi kichkinaga. Bitta petnosi bor ekan. Zavodskoy 4-paysi diski. Endi mexanikalardan ham chiqqan kam. Yili balandlarda chiqqan. Gaz umuman qo'yilmagan. 2022 40 ming yurgan toza. Necha pul qo'yaylik narxini aka? 9000 kam. 9000 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi sir bo'lmasa aka? 85 ga bermadik. 8,5 ming dollargacha pul ko'rdi. Generalni chiqadi deyapsiz. Geni bor aka. Mashinaga barter bor. Barter ham bor aka. Nomeringiz? Ben qilib beraman. 99lik 200 200 0444. 0444 raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Nasiya savdo yo'q ekan, qolgan yo'llari kelishlar ekan. 2022 bitta petnosi bor, 40 ming yurgan, 8,5 mingga berilmadi, 9 ming aytyapsiz. Davom etaveramiz. Navbatdagi Nexia 3'imiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan 4-pozitsiyada avtomat korobka 62 ming yurdi. 4-paketli metan. Konditsionerlar ishlaydi. Hozir ham ishlab turibdi adashmasam. Ruxsatnomasi bormi, tugadimi? Bor. 3 oy? Aha. 908 ming necha puldi? 9200 olib bergan. Yo'q, puldi shunikimi? Pul 908. 908 mejigar pul. Xo'p. Orqa salonlarni ko'ringlar. 62 ming yuribdi 2022. 4-paketli gazlari bor. Kraskasi toza aka. 62 ming yurgan, Cobalt diskasi qo'yilgan ekan, yumshoq balon. Necha pul qo'yaylik aka narxini? 9200. 9200 kami bormi? Kami bor. Generalni berasiz? Beraman. Nasiya chiqarmayapsizmi aka? Yo'q, narsa. Faqat naqd pul. Mabodo mashinasi bo'lsa-chi? Barter ulaveramiz. Kelishib olib qolasiz. Nomeringiz? 91 91 144 0505 144 0505 2022 toza aloqaga chiqaverasizlar. 62 ming yuribdi. 2021 dan davom etamiz. Avtomat korobka 4-pozitsiyada. Yurgani 200 ming bo'ldi. 200 ming kilometr bosib o'tgan avtomobil. 4-paketli metan gaz qo'yilgan.
Motor ходовой коробкasi? Ishi yo'q. Kraska tozami? Petnosi ham yo'q, toza ekan. Shumka bormi yo'qmi? To'rala ishi salon shuma izolyatsiya qilingan, linoleum qilingan. Xo'p. Metan gazlari bor. 2021 4-paysi avtomat korobka 200 ming yurgan. Toza. Necha pulga bermadim dedingiz? 7 ham qilish. Ozmos qo'shsa berasizmi? Generalni chiqadimi chiqmaydi? Generalni daveniz bo'laverar ekan. Faqat naqd pulga sotamizmi aka yoki nasiyaga imkoniyatlari bormi? Nasiyaga bir 10-15 kunga qilib beramiz aka. Nasiya savdo yo'q ekan, qisqaroq muddatga kutib turilaverar ekan. Barcha qilib beraveramiz. Mashinaga barter bor. Telefon raqamingiz 90li 90li 304 47 47 raqamiga murojaat qilasizlar. 2021 200 ming yurgan toza 7,5 ming dollarga berilmoqda avtomat korobka. 2019 navbatdagi Nexia 3'imiz ham kraskasi toza ekan, 135 ming kilometr bosib o'tgan mexanika korobka. Metan gaz qo'yilgan mashinaga, akkumulyatorlari yangi ekan. Motor ходовой korobkasi yaxshimi? Ходовойлari zo'r. Motor asotmadi? Motorlari ochilmagan. Motorlari ochilmagan, salon holatlarini ko'ringlar. Chexol yaxshi, defektor qo'yilgan, video registrator. Yo'q, tushmay qo'ying. Chexollari, mejgar pultlari bor. 90 talik temir metan. 135 ming yurgan 2019 toza. Aka narxini necha pul qo'yaylik? 6800 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi sir bo'lmasa aka? 6300 ga beraman. 6300 gacha pul ko'ryapti. Hujjat qanaqa bo'ladi? Generalni beraverasizlar. Xo'p, nasiyaga sotmaysizmi aka? Faqat naqd pul. Telefon raqamingiz 90li 155 7502 raqamiga murojaat qilasizlar. Bozoringiz bersin aka. 2019 135 ming yurgan kraskasi 100% toza mashina ekan. 2017 navbatdagi Nexia 3'imiz mexanika korobka, ABS bor, konditsionerlari bor. Metan qo'yilgan. Yumshoq balonlari bor. 2017 birinchi paysiyada ekan. 174 ming yuribdi. Buni konditsioneri qo'yilganmi ekan yoki bor ekan konditsioner. Akami ko'rib turibdi mana ro'parada. 174 ming yurgan mashina. Otabek akami ko'rib turibdi. Gazlari metan. Ha. Asosiydamisiz? Kraskasi qanaqa? Ana o'rtada 174 ming yuribdi. Bu birinchi paysiya konditsioner qo'yilganmi? Ha, konditsioner qo'yilgan. Bitta nimasi prostoy qolib xolosda. Ularda o'zi ABS ham bo'ladi birinchi paysiyada. 2017 174 ming yurgan. Shuma izolyatsiya, patologiyacha konditsionerlari bor. Kraskasi qanaqa buni hozir? Kraskasi aytmaydi-da bor. Necha foiz deb qo'yaylik? 30%. 30% ga baraka bo'laveradi. Necha pul qo'yaylik narxini? 5700. 5700. Generalni chiqam? Generalni o'zimdan chiqaman. Bo'ldi. Azizlar, bugungi video roligimizda eng arzoni shu bo'ldi. 5700 kami bor ekan. Nomeringiz? 91 91li 059 059 55 82. 55 82 raqamiga murojaat qilasizlar.